Assalomu alaykum, Saida opa. Va alaykum assalom. Sizning rollaringizni biz televizorlarda, teatrlarda juda ko'p ko'rganmiz. Qaynona rollarini ijro qilasiz. Kelin poshsha deb qaydana rollarni boplayman. Xuddi shunday. Rollaringiz juda zo'r, menga yoqadi shaxsan. Endi hayotdan oladigan bo'lsak, siz ham albatta hayotiy rolingiz ham qaynona, ona bo'lishi mumkin. Lekin bu gilam yuvish ayollar uchun albatta mening fikrimcha ancha qiyin ish. Biza gapiring aylanay. Va bizning xizmatimizdan foydalanib ko'rdingiz. Xo'sh, bizning xizmatimiz haqida o'zingizda oddiy bir samimiy fikringiz qanaqa? Zo'r, yaxshi. Men bitta narsaga qo'shilaman. Mana qaynanalar, kelinlarimizni qiynamaylik yoki qizlarimizni. Endi biza paytda shunaqa edi. Biza mana asfaltga olib chiqib katta gilamlarni kir son bilan yuvardik. Voy, vaqt ham ketardi, oyoq ham, bel ham og'rib qolardi. Hozir mana shu gilam yuvish korxonalari bor. Mana o'sha xizmat qilyapsizlar. Yana bundoq bir katta narx emas. Narx-navosi ham yaxshi. Mana men xursandman. Toza qilib, hidli qilib, chiroyli qilib olib keldinglar. Bu bizani ham vaqt tejaladi, sog'lig'imizga yaxshi. Baraka topinglar. Hammasi yaxshi. Shuning uchun men hammaga aytardimki, mana shu gilam, mebel, parda hammasini rosa chiroyli qilib tozalashdimi? Demak, shu korxonaga, Zumrad korxonasiga, gilam yuvish korxonasiga murojaat qilaveraylik. Borib tozalab o'zlari oboradi, o'zlari olib keladi, uyingizda mazza qilib o'tirasiz. Shuning uchun shoshilinglar. Kimni ayniqsa hozir yozda ko'p yuviladi-da. Shoshilinglar. Hammanglar shu Zumrad gilam yuvish korxonasiga murojaat qilinglar. Xizmatinglarni a'lo darajada qilishadi. Rahmat. Qo'linglar dard ko'rmasin. Baraka topinglar. Saida opa, sizni kabi mijozlarimizni duosini olgan holda biz ham boshqa mijozlarimizga sifatli va kafolatli xizmat ko'rsatishda davom etamiz. Sizga katta rahmat. Yaxshi xizmat qilsanglar, baraka topasizlar, shunda hamma ishonadi. Odam ishonchini sizlar oqlaylar, xo'pmi? Rahmat. Inshaalloh. Katta rahmat sizga. Xo'p.